Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, qayrilib olish joylarida qayrilib olish joyiga qadar bo'lgan masofa oldin va keyin 30 metrdan kam bo'lishi kerak emas. Aks holda siz xavfsiz harakatlanishga to'sqinlik qilgan bo'lasiz va bu tegishli javobgarlikka sabab bo'ladi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilishni unutmang. Assalomu alaykum. Xizmat faoliyatingizga xalaqit bermadimmi? Shu turishda hozir. Ha, xalaqit berasiz. Siz nimaga xalaqit berasiz shu turishda? Qaysi qoidani buzib turibsiz hozir? Mana shu turishda. Bilmadim, sizga savol beryapman. Men sizga nima xalaqit berdim? Shuni ayting. Men beramiz. Birinchi, siz inspektorsiz. Qoida buzganmi? Aniq, a? Razvorot bilan avtotransport vositalarini to'xtab turish oraliq masofasi necha metr bo'lishi kerak? Hozir necha metrda turibsiz? Sanaysiz? Metrobga o'lchab chiqgan ekan. Men aytsammas o'lchab, men o'lchab olganman. Hozir nega bo'lmasa men kelganimda orqaga haydamoqchi bo'lyapsiz? Men kelganimda orqaga haydamoqchi bo'lyapsiz. Ko'rganingiz-ku? Qanday ko'rmasangiz, men kelib to'xtaganimdan keyin zadnik yurmoqchisiz, keyin tushyapsiz. O'lchaymizmi yoki o'zi o'lchaysizmi? Siz o'zingiz o'lchang aka, kerak o'zi sizga kerak. Yo'q, o'lchab bersam nima qilasiz? Metrobga o'lchang. Yo'q, shunday o'lchab bersam nima qilasiz? Aka, nima qilay? Sizdan boshqalar mana buni hisoblaydi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita tursam 30 metr bo'ladi. Nechtada turibsiz mana? Boshqalardan boshqa aka. Sal chiroyli muomala qiling. Qanday muomala qilaylik? Qonuniy gapiring, xo'p? O'lchab turing, siz o'lchab, aniqlab 30 metrligiga ishonch hosil qilib turing. Men bu yerda borib 29 marta video qilgan. Mana shu joyda shu daraxtda turgan bo'lsa, sizga o'xshagan inspektorlar keladida, mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, aka 6 ta turibman deb. Siz mana 4 ta turibsiz. Agar mana shunday qilib, nima dedi? Mana shu bordiyorlarni 5 metr deb hisoblaydigan bo'lsak, siz o'zingiz qonun buzib turibsiz, menga xizmat faoliyatimga xalaqit beryapsiz, deyapsiz-da. Siz to'xtab turish qoidalarini buzib turibsiz-ku? Inspektor. Aytyapsiz mana o'zingiz, to'g'rimi? 30 metr bo'lish kerak dedi. Qani? Sizda metr bormi? Sizda bo'lish kerak metr, menda emas. O'lchang bo'lmasa, keling birgalikda o'lchaymiz. Ha, albatta. Sizgachi? Men kerakmi javob o'lchab olganman. Keling birgalikda o'lchaymiz, mana bironta xolisam to'xtataman kerak bo'lsa, bor. Agar 30 metrdan kam chiqsa, uyalib qolmaysizmi hozir? Uyalmayman. Bo'ldi, shu yerda to'xtab turaman videoni. O'lchab olay. 200. 2 4 5 6 8 9 10 12 13 16 17 18 19 20 metr. Qaytib ham o'lchasam ekan-a? Qaytib o'lchasam 40 metr chiqadi-da. Yana men bilan talashyapti bir soatdan beri 30 metrda turibman deb. Keling, masofani bir ko'ring oldin.